2 xonali 58 kvadrat metr, narxi 60.500, sunnatli kelishiladigan joyi bor. Uyimiz 2 xonadan iborat, 5-qavatda joylashgan 9 qavatli bino. Yo'lli yuzi, manzil Yunusobod 4-kvartal Shohsaroy to'yxonani bilsangiz, shunda biqinida tushgan. Yo'lli yuzi, lokatsiya infrastrukturaga gap bo'lishi mumkin emas. Keling birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Remont qilish kerak, lekin bu uy hozir arendatorda yashayapti. Oila, bola chaqali oyma-oy 300 dan to'lashyapti. Agar siz arendaga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shu arendatorlarni qoldirib, davom ettirib pulingizni olib yursangiz bo'ladi. 60.500 kelishiladi, pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Keling, asosiy podyezddan kirish eshigimiz mana qarang. Bu yoqdan kirishimiz bilan bizda bu yog'imizni mana ko'chkamiz bor. Keling, mana to'g'ridan boshlaydigan bo'lsa, bizda oshxonamiz, ovqat tayyorlaydigan zona. Qaytib chiqadigan bo'lsa, mana bu yoq tarafimizda bizda hojatxona joylashgan. Va bu yoq tarafga keladigan bo'lsa, bizda yo'nalishimizda bizda sanuzor ikkinchisida bu hammom bo'ladi. Va spalni bo'ladi. Shu bilan biz oxirgi asosiy xonamizda zal, mehmon kutadigan xonamiz. Mana 5 ga 6 zal, zalni o'zi 30 kvadrat. Xullas, shu birgalikda ko'rgan uyimizning narxi 60.500. Har doimda kelishiladigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini aytsangiz qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz.